Issiqda ishlaganda xodimlarga kompensatsiya beriladimi? Yuqori haroratdagi mehnat sharoitlarida ishlash xodimlarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shundan kelib chiqib, sanitariya qoida va me'yorlariga asosan o'sha ish joylarida yoki ochiq hududlarda ishlashda havo haroratiga belgilangan me'yorlar ko'rsatib o'tilgan. Xususan, ishlab chiqarish xonalarida ishning yengil yoki og'irligiga qarab havo harorati 21-27 gradus va namlik 40-60% bo'lishi xodimlar uchun optimal mehnat sharoitlari hisoblanadi. Kunning issiq davrida, bu ayniqsa soat 12:00 dan 16:00 gacha bo'lgan davrda ayniqsa ochiq hududlarda og'ir jismoniy mehnatlarni cheklash yoki vaqtincha to'xtatib turish, shuningdek ish vaqtini o'zgartirish, xususan ish vaqtini ertalabki yoki kechki soatlarga o'zgartirish va xodimlarga doimiy ravishda toza ichimlik suvi bilan ta'minlash. Bundan tashqari, xodimlarni belgilangan normalarga muvofiq shaxsiy himoya vositalari va boshqa, demak, maxsus kiyimlar bilan ta'minlash choralarini ko'rish tavsiya etiladi. Agar xodim o'zini hayotiga yoki sog'lig'iga xavf tug'ilganligini his qilsa, o'zini, demak, bevosita rahbarni ogohlantirib, vaqtincha mehnat majburiyatini bajarmaslik huquqiga ega. Bu davrda xodimning o'rtacha ish haqqi saqlab qolinishi kerak. Issiqda ishlaganda xodimlarga kompensatsiya beriladimi degan savollar bilan ko'plab murojaatlar bo'lyapti. Shundan kelib chiqib, amaldagi qonunchilikda aynan issiq ob-havo sharoitida ishlaganligi uchun kompensatsiyalar nazarda tutilmagan, ammo ish joylarida mehnat sharoitlari bo'yicha attestatsiya o'tkazish natijasida o'sha ish o'rnini zararli yoki xavfliligidan kelib chiqib bir qator imtiyoz va kompensatsiyalar berilishi mumkin va attestatsiya xulosasiga ko'ra ish beruvchi xodimlarga qonunchilikda nazarda tutilgan imtiyoz va kompensatsiyalarni berishlari lozim.